Farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining ijtimoiy hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab baholab bo'lmaydi. Men Iskanova Nodira Abdurasul qizi, Jizzax viloyati Arnasoy tumani Uchinchi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 6 yildan beri tarbiyachi sifatida ish yuritaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz Abdurasul va Dilnura bilan bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Men bilan suhbatingiz juda qiziqarli o'tadi. Bolajonlarimizning ta'lim olish jarayonida asosan o'yin faoliyat qiziqarli bo'lgani uchun deyarli mashg'ulotimning barchasida o'yin faoliyatidan foydalanaman. Men faoliyat mobaynida multimedia vositalaridan, axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishga harakat qilaman. Tarbiyalanuvchilarning o'zidagi imkoniyatlarni ochib berish uchun, bor iste'dodlarini yuzaga chiqarish uchun qo'limdan kelgancha yordamlashaman. Men tuman bosqichlarida, turli tanlovlarda, qolaversa, yilning eng yaxshi tarbiyachisi 2024 ko'rik tanlovida tuman va shahar bosqichlarida oliy o'rinlarni qo'lga kiritganman. Mening maqsadim har bir bolajonning ehtiyojidan, kelib chiqishidan qat'iy nazar o'z qobiliyatini to'laqonli namoyish etishi, jamiyatga o'z hissasini qo'shishi hamda shu jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylanishiga imkoniyat yaratishdir. Pedagoglarning tashkilotdagi asosiy maqsadi yurtimiz kelajagi uchun bolajonlarga zamonaviy usulda ta'lim berishdir. Shuni unutmasligimiz kerakki, yangi O'zbekiston bolalari kelajagi bizning qo'limizda.